o'zi yo'q to'y bo'lganlar lekin tovushi o'qda ekan. Sizlarga aytganman, xotining xudo bo'lsa, urdi xudo deb. Voy, bu aka, aka deb opa yomon ekansiz. Mana bugun bosim bo'lgan Sirdaryoda o'sha mashhur Shanti Mahfuza opamiz kelgan. Bitta ikkilalik somsa bir kasa qayla agar 15 daqiqada yeb qo'ysangiz bosim bo'lgan mana $200. Yana shu birgala voucherlar. Yo, $400 qiling, yana bitta somsapni yeb tashlayman. Yo'q, qo'ying, yorilib ketasiz. Yeb tashlayman, yeb tashay. Qo'ying. Mana $400 o'lib ketsin mana somsa. Tayyormisiz? Tayyorman. Vaqt o'sha. O'sha bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu meni yo'radi-ku, bu opani erini joniga tuzum bersin. Qanday chiryapti? Somsa qanday ekan? Chalg'itmang gap. Ikkita somsa ya bir boshiga. Shu bilan 65 kilo bo'lar ekan-sizda. Bosing. Ya. Bosing opa. Shunaqa qilyapti. Voy. O'zi yo'q to'y bo'lganlar lekin tovushi o'qda ekan. Voy, bekarga chans deyman ekan. Sizdan qo'rqyapmiz. Lagan qolsin. Ye, men bo'sh lagan. Bo'ldi. Lagan qolsin. Yangi yilga dasturxonga pul ishlayapman. Bosing. Mana qayla. Bo'sh kosa. Bo'sh lagan. Mana bitta somsa, bitta qaylani yeb ol. Endi buni ham bosing. Vaqtimiz bor hali. Bosing. $200 yetar ekan. Buni yegan ertaga kelaman. Siz yeyman deb katta gapirib o'tirdingiz-ku. Bugun $200 yetar. Ertaga buni yegan kelaman. Mana gap yutdi Mahfuza Shanti opamiz. Ya bu yerda $600 bitta Nexia 2 legenda turibdi. Nexia 2 legenda tikilgan mana. Mana bugun bosim bo'lgan Samarqand Payariqdan Shaha ukam kelgan bloger ukamiz. Agar bitta 2 kg somsa bir kosa qaylan 15 daqiqada yeb qo'ysa, bosim bo'lgan mana $200. Ko'ryapsizmi? $200 beriladi. Meni shu yerga $200 qo'shdim men yeb qo'yish. Do'stlardan $200, $400 bo'ldi aka. Tayyormisiz? Tayyorman. Boshladik mana. Ketdi mana vaqt. Bosing. Somsan go'shtlar nima deyapti? Hozir yeb qo'ysam $400 olamanmi shunda? Qo'shadiganlar yo'qmi? Qo'shadiganlar bo'lsa tezroq yeyman-da. $600 buni Samarqandliklar boy bo'ladi-da. Bosing ekan. Vaqt ko'p, hali birlab gapim bor mana. Voy, ularda yeyapti-ku. Aka, necha kun ovqat yemadingiz? 3 kun. Anardan ananas sharbatini quyib beraman hozir sizga. Bundan keyin ketadi. Nima qilyapsiz? 2003larda hisobida 2400 yana qo'shdim men mana. 2003larni ham yeblab bo'lmay qoldi. Ko'ryapsizlar, 2400 yana 600 bu yoqda. 3000 ga bitta Nexia. Aka nima bo'lyapti? Qaylarni yeb qo'yish kerak. Lekin men qaylarni boshqacha aytaman aka. Qarangchi. Qarang. $1000. Bosing, vaqt qarang, vaqt kam qoldi. Bosing aka. Bemalol chiqib qo'yasiz. Mana qara, vaqt qarang. Bosing aka. Laganni ham yeyman. Lagan qolsin, bo'ldi aka. 298-g'olibimizni mana bosim bog'da tabrikladik. O'yin halolmikan? 100% halol ekan. Yesa bo'larmikan? 100% yeb qo'ysa bo'lar ekan. Faqat och bo'lib kelish kerak ekanda, 1-2 tushuncha ichmaydi. 12399-g'olib siz bo'lasiz. Keling boshimga. Qashqadaryodan chiqqan ayiq kumushlagan aka. 91larda ichida o'zi Makka deydigan adroslar. Mana bugun bosim bog'iga Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan 91-yil akalarimiz kelgan. 90 bitta bo'lib, Abdurasul akam bitta 2 kilalik somsa, bir kosa qaylani agar 15 daqiqani yeb tashlasa, bosim bog'idan har doimgidek mana 400 ming pul. Undan tashqari mana Ishonch savdo markazidan shunday voucherlar, yana sovg'alar, yana Roxunuzdan baraban ham aylantirasiz. Boshladikmi? Boshladik. Vaqt ketdi, boshladik. Bu somsa ishlasa bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi, o dumbalar xivarishini ko'ryapsizmi? 91lar qachon kelasizlar? Mana Qashqadaryodan 91lar kelyapti. Abdurasul akam buni izidan mana shu somsani ham yeyman degan. Qashqadaryo ham Payshanba bozorida 5 kilo yaxna yegan, to'g'rimi? Aka asta yeyvering, biz ham ishlaylik aka. Abi choyxonani chiqarsang o'tmaysanmi endi? Men yana yeyman deyapman. Ko'ryapsizlarmi? Toshbaqaning kosasi bo'sh. Abdurasul akam birontala doktor bilan kelgan, doktor Jo'rasi. Sizlarni pakida qilib kelgan. Bir bo'lak somsa qoldi. Mana haqiqatdan ko'ryapsizlar. Yomon qildingiz Abdurasul aka, yomon qildingiz. Zo'r olib qoldik. Endi Roxunuzdan barabanni aylantirasiz. Barabandan nima chiqsa peshona. Bismillah, mana boshlar akamiz. Mana shurpalar chiqdi akamizga. O'yin halolmikan? Halol. Mana bosmodan madad qilingan 400 ming pul. Yana Roxunuzdan Ebimax shurpa berdi. Yana Ishonch savdo markazidan shunday sovg'alar. Bosim bor ishiga omad, o'yin haqiqat ekan, kenglar, yenglar, yutinglar. Halol.
Mana bugun bosim bog'iga Surxondaryo Qidirshahdan Ulug'bek akam kelgan bitta 2 kilolik somsa, bir kosa qayla agar 15 daqiqada yeb tashlasa bosim bog'idan 400 ming pul, yana yegan bepul. Yana shuncha vaucherlar. Tayyormisiz? Tayyor. Vaqt ketdi mana boshladi. Oho. Endi menga 2 kilolik somsa qilma deyapti, 5 kilolik deyapti. 2 kilolik kichkina sizga? Somsa yoqdimi sizga? Yana nechta aytib qo'y? Ikkitalar aytadi. Yexe, uni izidan yana ikkita ketadi deyapti. Ulug'bek akam somsani yeb bo'ldi mana. Bir bo'lak qoldi. Vaqt ko'ryapsizlar, mana vaqt qumsoat to'xtab turibmi deyaveryapti. Surxondaryoda butunlay qo'ylar deyavergan ekan. Vaqt hali 5 minutdan bo'lgan yo'q. Somsa tugadi mana. Bir bo'lak somsa. Yaxnada ezilib, hilvirab ketadi. Bosing, mana oxirgi so'nggi somsalarni yeyapti. Bosing, Ulug'bek aka. Lagan demaysiz. Qo'ying. Qaylaga o'tib ketdi mana. Mana bo'sh kosa. Bosing aka. Ulug'bek aka. Mana yeb bo'ldi. Ulug'bek akam gap bo'lishi mumkin emas mana. Bo'shlagan bo'sh kosa, vaqt qarang, vaqt. O'yin halolmikan? Ha, O'ynasa yesa bo'ladimikan? yesa bo'ladi. Yeb bo'lmaydi deganlarga nima deysiz? Kelingizlar, yeb ko'ringizlar. Omad sinab ko'rish kerak. Mana aka. Kelaverasizlar, bosim bog'iga mehr somsaga shunaqa polvonlarni tutib qolamiz.